Sho'pir akalar, yo'llarda hushyorroq bo'lamiz. Oqoltin tumani postiga yetmasa mana bunday stol zinak qo'yib, stol zinakni yonini mana do'mpatcha qilib qo'ygan. Mana ko'p shofyorlarimiz o'tib ketib qolyapti ko'rmasdan kechasi. Yo'llarda hushyor bo'lamiz. Operatorni mana gaylarimiz turibdi migalkani yo'q. Shunda ham mana stol zinakka to'xtamasdan ko'p shofyor akalarimiz o'tib ketib qolyapti. Yo'llarda hushyorlikni oshirishlarini so'raymiz akalar. Mana gayimiz turibdi, mana operatorni mana migalkalari yonib mana. Shunda ham gay xodimlariga ham bo'ysunmasdan, stopga ham bo'ysunmasdan ko'p shofyor akalarimiz ko'rmay qolyaptimi? Mana bunday do'mpatcha bor mana. Shunga hushyorlikni oshiringlar. Ayniqsa kechasi. Mana kelyapti mana hozir mana. Damasimiz mana. Ana o'tib ketishini qaranglar endi. Hushyorlikni oshiramiz sho'pir akalar. Ey, hushyorlikni oshiramiz mana. Ey. Yaxshigina do'ng bu. Bilgani avarinkani yoqib to'xtayapti. Bilmagani o'tib ketyapti. Do'q etib urilib. Hamisha stol zinakka amal qilinglar to'xtashga. Bu yo'l qoidasiga amal qilsalaring umr uzoq bo'ladi. Charchamanglar, yo'llaring bexatar bo'lsin sho'pir akalar.